Talabul halal jihadun degan payg'ambarimiz. Halolni talab qilish, halollikni paydo bo'lish bu jihad deganlar. Jihad bu vatan himoyasiga chiqish birgina o'chuncha emas. Tadbirkor odam, tijoratchi odam jihad qilyapti. Nimaga? Shaytonga jihad qilyapti. U nafsiga qarshi jihad qilyapti. Shayton nima qiladi? Olaver deydi. Birovni haqqini yengil salashni vasvasasini qalbiga soladi. Shayton aytar ekan, agar men bandani bir ishga yo'llay olsam, ko'ndira olsam, uni boshqa amaliga qaramayman der ekan. Ya'ni haromga yo'llay olsam, uni ibodatiga, namozu ro'zasiga ham qaramayman. Yeri ko'kni ibodatga to'ldirib yormaydimi? Foydasi yo'q der ekan. Chunki kasbi korida halol haromga